Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa bugun bir qator mashinalarimizni obzor etib berib o'tamiz. Narx-navolar bilan bir qator tanishtirib o'tamiz qo'ldan kelgancha. Do'stlar, mashina ikkisingizlar naqd pul asosida sotib olamiz. Agar biz bilan kelishmaydigan bo'lsangizlar, naqd pul asosida sotib beramiz zo'r baholarda. Bizda avtokredit naqd pul barter variantlarimiz ham bor. Mashina ikkisingizlar sotib berish xizmatlarimiz ham bor do'stlar. Xudo xolasa bir ham boshdan obzor etib berib o'tamiz. 2011-yil kraskasi, mayda-chuda kraskasi bor, bo'sh palovlar qo'yilgan. Ikkinchi pozitsiya zo'r sostanida. 176 ming kilometr yurgan, metan gaz balon ustanovka bo'lgan. Bahosi 55 million so'm aytilibdi. Kelsangizlar, shunda savdolashib kelishib olasizlar. 2011-yil kraskasi 2 eshikda bor. Boshqa absolut родной mashina. 2013-yil metan gaz balon ustanovka bo'lgan, kraskasi 100% toza. Bo'sh balonlar qo'yilgan. Birinchi pozitsiyasi. Chexol, polik hamma narsasi bor do'stlar. Yurgan kilometrlari 96 ming kilometr yurgan. O'zini halol yurgani, kraskasi 100% toza. Bahosi 70 million so'm aytilib turibdi. Kelsangizlar, buning ustida savdolashib kelishib olsangiz bo'ladi do'stlar. 2013-yil kraskasi родной. 96 ming kilometr yurgan. Hech yerida rasxoti yo'q do'stlar. Banda 2006-yil Best kraskasi bir qator asijut bo'lgan. Bo'sh, yumshoq balonlar qo'yilgan, toza. 4 dona. Umuman rasxoti yo'q. 143 ming kilometr yurgan. Motor hadoy, kuzov umuman rasxot qilmaysizlar. Chexol, polik hamma narsasi bor. Metan gaz balonlari mustanobga bo'lgan. Bahosi 32 million so'm aytilib turibdi. Kelsangizlar 1,5 so'm ustida savdolashib kelishib qolaverasizlar. Zo'r sostanida turibdi. 2005-yil Damas 1 kraskasi bir qator asijut bo'lgan, metan gaz balon ustanovka bo'lgan. Chexol hamma narsasi bor. 348 ming kilometr yurgan. Balonlarning sostanasi normalniy. Zo'r turibdi mashina. Cho'rik umuman yo'q, toza remontdan chiqqan. Bahosi 33 million so'm aytilib turibdi. Kelsangizlar 1,5 so'm mana ustida kelishib olsangiz bo'ladi. Nexia 2 Donus 1.6 lyuks konditsioner. Bo'sh balonlar qo'yilgan, kraskasi zanglari ishlangan, faqat 146 ming kilometr yurgan. 2015-yil Donus lyuks konditsioner. O'zini zavod chexollarida turibdi. Rasxoti yo'q. Metan gaz balonlari mustanobga bo'lgan. Bahosi 70 million so'm aytilib turibdi. Ustida kelishib olsangiz bo'ladi yana. Bu baholar bo'laveradi do'stlar, ustuna kelib savdolashib kelishib olaverasizlar. 2009-yil kraska, mayda-chuda kraskalari bor. Sonus gibrid. Chexol, polik hamma narsasi bor. Aynalar knopka. 208 ming kilometr yurgan. O'zini halol yurgani. Bahosi 40 million so'm aytilib turibdi. ...2015-yil kraska, zanglari ishlangan. Chexol, polik hamma narsasi bor do'stlar. Metan gaz balonlari mustanobga bo'lgan. 111 ming kilometr yurgan. Bahosi 67 million so'm aytilib turibdi. Buni ham kelishib olaverasiz ustida. Balonlar ham sostanasi normalniy, mayda-chuda kraskasi bor. 2015-yil
Sonus hibrid. Tak, 2011 yil ishlab chiqarilgan, balonlarning sistemasi yaxshi. Bir qator kraska asujit bo'lgan. 2011 yil prostoy, chexol, polik, hamma narsasi bor do'stlar. 136.000 kilometr masofani bosib o'tgan. Balonlarning sistemasi ham normalniy. Bahosi 35 milyon so'm aytilib turibdi do'stlar. Mana ham kelishib olaverasiz üstünde. 2001 yil Matiz'dan eng başta chiqqan Matiz'lardan balonlarning sistemasi normalniy, kraska bir qator ishlangan, tikoni pul bo'lib turibdi do'stlar. Metan gaz balon ustanobga bo'lgan, metandan сроки bali. Ikkinchi pozitsiya chexol, polik hamma narsasi bor. 256.000 kilometr masofani bosib o'tgan. Kuzov xodoy taraflama, расходка misla, motor ham zo'r, korobka hamma ishi zo'r, расходка misla. Bahosi 22 milyon so'm aytilib turibdi. Üstünde gelişib savdolashib olsangiz bo'ladi. Mashinalarimiz Xiva avtosavdo 707 da turadi. Ekrandan umidlarni qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Bizlarga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Arzonroq degan mashinalarni xudo xolasa sizlarga reklama berib chiqarib turamiz, xudo xolasa.